Assalomu alaykum. Agrovinograt, dehqonchilik, bog'bonchilik, barakali Samarqand uzumchilik guruhining a'zolari hozir ko'chatlarni ahvolini, holatini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Mana shu ko'chatlar, bular qalamcha bo'lgan. 30-31 marta ekilgan qalamchalar. Minerallarni berib bo'lmaydi, o'zlaring bilasizlar. Men Begomskiga ekaman. Kirgan gung solaman, shunga ekaman. Mana hozir o't bosgan. Bir marta o'tlarni yulib tozaladik. O'sha o'tlar quyosh nuridan himoya qilib berib turdi. Bular ko'karib oldi. Mana holatlari yaxshi. Mana 15 sm, 20 sm, oldi 30-35 sm ga bordi ko'chatlarning rivoji. Endi mana shu holatda endi bitta o'tlardan tozalaymiz. Ortiqcha mana buni novdalarni olib tashlaymiz. Mana bunda bitta ekan, mana bularni endi olib tashlayveramiz. Bitta qoldirib qo'yamiz bularni. Shu begona o'tlarning foydasi ko'chatga shu, oftobdan himoya qilib berib turadi. Faqat suvni qo'yasiz, ko'kartirib olasiz. Endi o'tni yulamiz, kultivatsiya qilamiz. Bu Begomskiga ekilgan. Endi mana bu o'tlardan tozalab kultivatsiya qilganimizdan keyin endi mineral bersak bo'laveradi. Oz miqdorda o'stirish uchun o'sha azot, kaliy, fosfor oz miqdorda beraman. Mana shu yerda ketgan bo'lsa 200 kilo Begoms ketdi. Begomsni kilosi hammaga ma'lum, shu 1,5 ming so'm. Mana Xudoga shukr, ko'kartirib oldik. Podvoy navlar bor. Kober 5B, Ripariya rupestris. Mana bu yerda o'tgan kuni hamma o'tlarni yulib olib tashladik. Mana shu o'tlarning foydasi mana shu Kober 5B qalamchalarimiz hammasi mana ko'karib oldi. Mana endi o'tlardan tozaladik, bo'ldi. Endi bitta chopiq qilamiz, kultivatsiya, suv beramiz. Keyin 10 santimetrga yetib olsa, chopiq bitta suvdan keyin bular 10 santimetrga yetadi. Ana undan keyin oz miqdorda o'sha o'stirish uchun azotli, kaliy, fosforli o'g'it beramiz. Asosan shu gungdan, Begomsdan foydalanaman. 500 kilo, 1 tonna Begoms ishlataman doimo har yili. Shu organika yaxshi, o'zim yashaydigan uy, bitta zaharli gerbitsidlarni umuman ishlatmayman. Shu shiraga qarshi ham asosan shu oldini olaman. Mana bular Ripariya rupestris 101-14. Mana shunaqangi bir gurgut cho'pdek qalamchalar ham ekilgan. O'sha quyoshdan himoya qilingan o'tlar. O'sib bularni himoya qilib berdi. Mana ko'karib oldi. Hammasi. Endi mana shu o'tlarni olib tashlasak bo'ldi. Keyin o'tni o'stirmaymiz. Bular rivojlanadi, mana qarang. O'sib bo'lgan kichkina gurgut cho'pdek narsa ham bo'lsa-da, suv namlik bo'lib tursa bo'ldi mana. Bunisi sal baquvvatroq. Gurgut cho'pda shular. Tashlab olmadik. Mana hammasi shunaqa. Juda ko'pi shu gurgut cho'pdek narsalarni 2 mm qalamchalar edi. Begona o'tni foydasi tomorqada. Uni foydasi ham bor, ziyoni ham bor, o'ziga yarasha. Mana endi olib tashlayveramiz ularni, kultivatsiya qilamiz bo'ldi. Zo'r, Xudoga shukr. Shu Begomsdan foydalanish kerak asosan. Organika o'g'it, organika, toza, tabiiy. O'simlikni yaxshi o'zlashtiradi, namlikni yaxshi saqlab beradi. O'sha Begomsning tarkibida o'sha azot, fosfor, kaliy o'g'itlar yetarlicha bor. Toza. Mana barglarni holatidan o'zi ko'rsa bo'ladi. Juda chiroyli barglar holati mana. Juda chiroyli, ajoyib. Mana endi mana bularda sal sezilyapti azot yetishmasligi. Chunki suv ko'p qo'yildi-da, ko'kartirib olindi. Suv yuvib pastki qismiga, pastki qatlamga olib tushib ketadi. Endi bularga oz miqdorda azot bersak bo'laveradi. O'tdan tozalaymiz, kultivatsiya